Bu bilan sizga o'limni tilamoqchi emasman. Niyatim yo'q edi. Bunaqa ismingizni ham bilmayman masalan. Sizga ham nasib qilsin, birodar. Ehsonchi boylardan bo'laylik. Hammamiz faqat yaxshilik qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram kuzatuvchilar va bizning obunachilar. Xo'p, bugun necha? Dushanba bozordan 5-may. 5-may dushanba bozorimizdan bugun do'konda uvolga qilganini chiqdik. Tursak, hoji onamiz kelib qoldilar. Onamiz Olmaliq qayerdan? To'ytepadan ekanlar. Xo'p, qiziq savdo bo'ldi. Hoji ona aytdilarki, ko'chada paltomizni ko'rib, shu paltodan bitta kuyovimga olmoqchi edim dedilar. Paltoni ko'rsatuvdilar, paltoning narxini aytdim. Endi bular sir qoladi. Chunki kesalaring sizlarga ham alohida nima qilib xursand qilishimiz kerak-da. Xullas paltoni falon pul deb narxini aytdim. Aytsam hoji ona olmoqchi bo'ldilar-da, ichkariga kirib, qiziqib ketib, kuyov bolaga bir yo'la kostyum ham olaman dedilar. Mana bu Turkiya material, o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kostyum shimni savdolashdik. Hoji ona buni sotdik-a sizga. Pulini mayli aytib ko'ramiz. 650 mingga berdimmi, qanchaga berdim? 650 ming, ha? Mana paltoni hoji onamizga bepul shunday sovg'a qilib qo'shib beryapman. Mana ichini ham bir ko'rsatib ko'rsinlar. Mana palto. Qanaqa palto ekan deganlarga. Mana paltomiz. Shunday bo'ldimi, yo'qmi? Shunday bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandman. Tasodifan kirgan edim men. Bunaqa niyatim yo'q edi. Bu magazinda bunaqangi O'zbekistonda katta shunaqangi nima desam ekan, ehsonchi do'konligini bilganingiz yo'q edi. Yo'q, tasodifan kirdim. Bizni bilmasmidingiz? Yo'q. Inshaalloh. Mana ismingizni ham bilmayman masalan. Xudodan umid qilamiz. Alloh o'zi bizga haloldan barakot berib, yana ham tanilishligimizni, katta ehsonlar qiluvchi boylardan bo'lishlikni Alloh o'zi nasib etsin. O'zi nasib. Hoji ona chiroyli qilib bir duoingizni olib qolaylik. Duo qiling. Amin. Avvalo elimiz, yurtimiz, xalqimiz tinch bo'lsin. Amin. Xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Amin. Savdoyingiz rivojini bersin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Alloh bergan ne'matlar farzandlaringizning rohatini ko'ring. Topganlaringiz faqat yaxshi kunlaringizga buyursin. Dasturxoningiz to'ylarga, yaxshi kunlaringizga yozilsin. Shu mehnatingiz orqali topayotgan ekansiz, xalqqa ehson qilayotgan ekansiz. Siz bizga birri bergan bo'lsangiz, sizga Allohim mingni bersin. Doimo sog' salomat, uzoq yillar sochingiz oqarib yuraversin. 50 qatordan nazaridan Hoji ona shunaqangi ehson yaxshiliklarni nima uchun qilyapman aytaymi? Ha? Shu bir duo qiling. Shu o'g'limni Alloh jannat ahllaridan qilganda duo qiling. Xudo menga jannatni bersin. Amin. Endi bu narsa yo'q. Mayli, men Allohdan so'rayman. Xursand bo'lib, Allohdan so'rayman. Xudo jannatni bersin. O'zi payg'ambarga qo'shni qilsin, jannatlaridan joy bersin. Amin. Amin. Bu bilan sizga o'limni tilamoqchi emasman. Mana bir kun ketamiz. Bir kun ketamiz. Shuning uchun bizning maqsadimiz dunyoda qancha yashash, ajalimiz, rizqimizni Xudo yozib qo'ygan. O'shani ko'rmay, o'sha rizqimizni yemay o'lmaymiz. Lekin maqsadimiz Xudodan jannat umiddamiz. Shuni aytingki, shu balami jannat ahllaridan. Jannat ahlidan qilsin, payg'ambarga qo'shni qilsin. Amin. Ilohim. Amin. Farzandlaringiz solih farzandlar bo'lib, orqangizdan duo qiladigan farzandlar bo'lsin. Ilohim. Amin. Ko'rganingiz faqat yaxshilik bo'lsin. Allohu akbar. Bir gap aytib o'taman. Ba'zilar shunday ham, shunga ham negativ fikr yozishi mumkin-da. Bu xotin bilan kelishib olgan, pul berib gapirtiryapti boshqa. Voy, odam gumonni yaxshi qilish kerak. Men siz bilan tanishmasman-a? Yo'q. Birinchi marta ko'rishib turibmiz. Siz shunaqangi sovg'a berishimni bilodingizmi yo'qmi? Yo'q. Bilganingiz yo'qmidi? Men tasodifan o'tib yur pochchangga biror narsa olamizmi? Qanday xursand bo'ldingiz? Juda xursand bo'ldim. Rahmat. Bir gap aytaman shu yerda. Birodarlar, sizlarga ham, hammamizga taalluqli gap. Agar bir inson bir mo'minning qalbiga xonadoniga xursandchilik kirgizsa, o'sha bandaga Alloh jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishligiga o'zi asli rozi emas ekan. Shuning uchun hammamiz mo'min birodarlarning qalbiga, xonadoniga xursandchilik kirgizaylik. Sizni qalbingizga yo xonadoningizga xursandchilik kirita oldimmi? Kirita oldim. Xudo menga jannatni bersin. Nasib qilsin, ilohim. Sizga ham nasib qilsin, birodar. Ehsonchi boylardan bo'laylik. Hammamiz faqat yaxshilik qilaylik.